O'z rejamdagi hamma vazifalarimga kunduz kuni chalg'imay ulgurayotganim uchun erta turmayotgandim, lekin bugun qizalog'im 4:30 da turib oldi. Sekin living roomga olib chiqib birga o'tirdim. Dadamiz uxlayotgani uchun shovqin qilib o'ynolmaymiz. Ikkalamiz ham sekingina o'zimizni ishimizni qilamiz. Shovqin qilsak uxlashimizga to'g'ri keladi, qizim degandim. U ham vaziyatni to'g'ri tushunib, o'zining bo'yoqchilik harakatlarini boshlab yubordi. Avvaliga bo'yaydigan daftarni bo'yab tugatdi, keyin stol, keyin mening oyoqlarim va oxiri o'zining tanasigacha bo'yab chiqdi. Shunday qilib ona bola pichirlashib 2 soat birga dars qildik. Tong yorishgach ikkalamiz ham o'zimizni juda odobli tutganimiz uchun mukofot sifatida pankek pishirdik. O'zi bolam kechasi uyg'onib olsa jahlim chiqmaydi. Kunduz kuni uxlab olamizda deb bemalol his qilaman o'zimni. Qizimni uyqu bossa, men ham uyquga to'ymagan bo'lsam, tozalaydigan va pishiradigan ishlarni birortasini qilmasdan yotib uxlayman. Dars qilayotgan, o'qiyotgan miyamni qiynashni xohlamayman. O'zi kurslarimga qabulni ochganman. Yangi o'quvchilarni guruhlash bo'yicha ham ishlarim ko'p. Profil shapkasidagi havola orqali ma'lumot olsangiz bo'ladi. Aytgancha ertaga chegirmamiz tugaydi. Nima deyotgandim? Ha, pankekimizni yeb dadamizni ishga kuzatib, ona bola yana uyquga ketdik. Grow 39-kun kuzatganingiz uchun katta rahmat.